Bu yaqin orada 895 dollarga umra safarini ko'rmagansizlar. Assalomu alaykum, barakotullahi obunachilari. Ablahat bilan har doimgidek narxlar sindiramiz, o'rta. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Siz aka. Salomatlisiz. Biz xudo xolasa aka, bir kun qolganda, misol 5-6 soat, 7 soat qolganda yo'q. Biz haqiqiy skidkani qilamiz, xudo xolasa. Toshkentdan inshaalloh 895 dollar qilib beramiz reyslarni. 27-ga Toshkent Jidda yo'lanishiga 895 dollar. To'g'ridan to'g'ri belgiladi. Hali bir kun, 2 kun, 10 soat, 15 soat qolganda emas. Mana 2 kun oldin xudo xolasa, bugun 24, 25-kuni videoda qo'ysa 27gacha 3 kun bor. Ulgishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqishalar, joylarimiz bor. Chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Inshaalloh videoda oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga tartib qoidalari, Farg'onadan reyslarimiz bor, shular haqida ma'lumot beramiz xudo xolasa. Xo'p, reyslarimizni endi bu videoda endi ko'rib turganlar bo'lsa, ya'ni necha kunlik bo'ladi, qayerdan necha kun. Xudo xolasa aka, reyslarimiz 14 kunlik umra paket bo'ladi. Standart paket aka. Shu Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal, o'zimizning milliy taomlar. Madinada 300 metr, 350 metr yasinsa, Makkada 1,5 kilometr. Eng uzog'i 800 metrlik bor, 1 kilometrlik bor. Sama al-Misk, Mira degan yasinsalarimiz bor. Ashlarga tushishadi inshaalloh. Xudo xolasa, behijolat aka. Taomlari ham milliy o'zimiz taomlar bo'ladi. O'zimizning vodiydan borgan pollar aka. 50 bosh xizmati bor. Litsenziyamiz bor, asosiysi litsenziya. Aytib o'tdik, bundan oldingi videodan oldingizda litsenziya aytmagan ekanmiz. Ko'pchilik kommentariy yozdi, u tomonni xotirjam bo'lasizlar. To'lov uslublari haqida aytsak. To'lovlarimiz xudo xolasa bank orqali to'lasin, xolasa ofisga kelsin, xolasa uchayotgan kunlari to'lasin, muammo yo'q. Mana shu raqamdan bank orqali to'layman deysa, Centrum Holidays kompaniyasini o'zini shot raqamini olib beramiz aka. Shunchaki to'lab. O'shinga to'lov qilishaveradi. Muammo yo'q. Bundan muammo yo'q. Xudo xolasa, Ablahat bilan hozir ish boshlaganimizga ham 2 oy bo'ldi. Inshaalloh muammo bo'lgan yo'q. Bundan bag'iga ham muammo bo'lmaydi. Muammo ham aqdab tursin. Narx-navolar to'g'risi endi men umra safarini video qilayotgandan keyin qiziqib boryapman-da, kim nima beryapti, nima narx qo'yyapti, hammasini qiziqib borilinyapti. Inshaalloh bundan arzon narx topmaysizlar. Endi narxda arzonligiga har videoda asnoviga keltirib o'tyapmiz. Xudo xolasa, misol shuncha odam, ancha odam borib keldi. Misol rahmatlar aytishyapti. 98% odam rahmat aytyapti. Inshaalloh endi 2% negativ bo'ladi o'zingiz. Bo'ladi, iloji yo'q. 1000 dollarlik paketga komfort so'rashadi, boshqa so'rashadi. Endi misol normalniy ovqatlari bor, hamma yo'g'i bor-ku. Meta bunda bo'ldi, avtobus ichida kutib qoldi. Endi misol sekin-asta hamma yo'q, xudo xolasa yaxshi. Eng asosiysi biletlar bordi keldi. Sarsongarchilik bo'lib bo'lmaydi. Kimdir qolib ketdi, boshqa bo'ldi. Undan narsa yo'q. Hali bir tarafdan bilet olib, qachon arzonroq bo'lar ekan, uchiramiz bo'lmaydi. Boradi, aytilgan kuni keladi, xudo xolasa. Aytilgan kuni qaytadi. Misol uchun u narsa ham ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni biletni qaytga bo'ladi. Aytaylik, siz 17-kuni kelib, men 20-kuni to'yim bor qarindoshimnikida deydiganlar bor. Endi misol uchun chisloga kelishaveradi. Odam jo'natib o'rgandan keyin to'y boshi deydi, boshqa deydi. Shuning uchun bordi keldi bilet olishi bu yaxshi, zo'r. Undan tashqari ko'pchilikda samleniya bo'lyapti. Ochiq o'zimni yaqinlarimda. Nimaga u bolada arzon deyshadi. Men o'zimdan so'raydi, yaqinlarim so'raydi endi. Aka, bizni xo'jayinni o'zi ham yaxshi bilasiz aka, masalan, o'zimizni misol hammadan arzon, misol nahvolar, misol aka biz misol 50 ta bir haftada 70 ta 100 ta uchirmaymiz. Eng kamida bir kunda 200-300 ta odam uchadi. Masalan, hisobiga asosan. Masalan, mana vodiyda o'zida har kuni reysimiz bor. Namangan, Andijon, Farg'ona. Misol bir kun atga qo'ysa samolyot, bir kun Farg'onaga qo'nadi, bir kun Andijon, bir kun Namangan. Har kuni reysimiz bor. Haftada 2 kun Namangandan, 2 kun Andijondan, 2 kun Farg'onadan reysimiz bor ekan. Shu ob'yomni hisobiga-ki narx arzon. Gasinsalar ham misol atda katta olinadi, misol. Bitta 1000 talik odam xonani olinadi, misol. Shuni hisobiga arzon tushaveradi-da aka. Arzon tushadi, arzon chiqadi. Ko'pchilikda shubha bo'lishi mumkin. Ya'ni bu 1100 deyotgan, 1200 deyotganda nimadir ko'proq bo'lishi mumkin degan xayolga bormanglar. Xuddi mana shu summaga misol sizlar ham o'sha paketda bemalol borib ziyorat qilib. Misol, o'zim chet elga borib kelgansiz. Misol 100 dollar bilan unaqa komfort raysa qilmaydilar. Masalan, misol 300 dollar, 400 dollar qimmat bo'lsa, tan olamiz, biznikidan paketi yaxshi bo'lishi mumkin. 50 dollar, 70 dollar, 100 dollarga aka unaqa bo'lmaydi. Bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Misol o'sha telefon qilib men o'zim ham yana takror aytyapman, o'zim ham so'radim qiziq. Nima bo'lsa Madinada 2 mahal 300 metr, 400 metr gasinsamiz. Makkada 1,5-2 kilometr. Necha mahal? 3 mahal ovqat milliy taom.
nimasi bor? Qizil dengiz bor, Makka Madina bo'ylab sayohati bor. Bizda ham xuddi shu narsa, Ravzasi bor, Xurmo bog'i bor, Uhud tog'i bor, misol Madina, Makka bo'ylab sayohatlari bor. Qaytayotganda 5 litr Zamzam suv beradi aka, bepul aka. Shunaqa. Misol batdan ketayotganda beji, popga kamzil viza beradi aka. Misol hamma yo'g'ini beriladi. Muammosi yo'q aka, xudo xolasa, inshaalloh. Shubhaga bormaysizlar. Ha, shubhaga borish mana aka, xollasa mana ko'ngli bo'lmasa bankdan pul to'lasin, yo ofisimizga kelib pul to'lasin aka, yo uchayotgan kunlari to'lasin. O'zlarining ko'nglariga qas yoqsa shu aka. Shu. Misol ali bundan ortiq anaqa beramiz. Xollasa men biletini, vizasini, beji, kamzil, popkani olgandan keyin to'lovni qilsin. Registratsiyadan o'tib, men ketyapman ekan umraga deb to'lovni qilaversin. Muammo yo'q. Endi bundan ortiq ijtimo qilib bera olmaymiz-da aka. Shunaqa. Shuning uchun ishonch bildirib ko'pchilik telefon qilyapti, ko'pchilik uchyapti. Abduhat aytgandek rahmat aytishdi. Ma'qul ko'rganlar bo'lsa, do'stimiz raqamlarini qoldiramiz. Endi yana bitta narsa, men kommentariyada o'qib qoldim. Biz 5 kishi biz qandaydir bonus beriladimi bizga? Aloqaga chiqsa berilinadimi? Qilib beramiz chiroyli. degan narsalar bor. Keyin Farg'ona bilan Farg'onadan resimiz bormi hozir? Farg'ona 26, 27, 28, 29, 30 Farg'ona qoldi. Ha, xudo xolasa. Farg'ona bor. Dekabr oyiga yana video qilamizmi? 2-3 kundan keyin. 15-gacha ochamiz. Vodiyni ham, Vohani ham, Toshkentni ham, xudo xolasa. Keyingi videolarda dekabr oyini chiroyli qilib ochib yoritamiz. Inshaalloh. Endi aloqaga chiqsa dekabr oylari ham chiqqan. Yana boshqatdan chiroyli qilib tushuntirish beramiz. Dekabr oyi nechinchiga xatdan nima bor, hamma yo'g'ini aloqaga chiqib ishlarni bitkazib beramiz. Inshaalloh. Yaqinda aloqaga chiqaverasizlar. Do'stimizda Telegram, WhatsApp bor. Qo'shni davlatdan ko'rayotganlar bo'lsa ham, ayniqsa hozir Tojikistondan uchish nisbatan qimmatroq o'zlaridan. Tojikistonlik yaqinlarimiz ham uchishyapti O'zbekistondan, bizni ko'rib turganlar bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqsalar ham Toshkentdan ham aka reysimiz 27 dan boshlab 30 gacha bor. 27, 28, 29, 30 bor. Aloqaga chiqsa uni ham chegirmali chiroyli narxlarda qilib beramiz. Uni ham yo'li bor. Yaqinda xudo xolasa biz Abdullahat shu sababchi bo'lib safarga borib umra ziyoratini amalga oshirib kelsangiz biz ham xursand bo'lamiz. Aloqaga chiqishaveradi. Zo'r qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.